Xush kelibsiz. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat. Biz siz bilan bugun bolajon haqida gaplashmoqchimiz. Bolajon bizga kelganda qanday holatda edi? Siz nimalarga e'tibor berib bolajonni bizga olib keldingiz? Bolajonim 1-sinf o'quvchisi edi. Sizlarga murojaat qilishimizdan oldin, ya'ni unda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rganmiz edi. 1-sinfda o'qirdi. O'qib o'qimasdi ham desam to'g'ri bo'ladi. Nimagaki, o'qishida qaysarlik bo'lyaptimi, adaptatsiya period bo'lyaptimi yoki bizni nimadarini tushunolmayapmizmi, sho'xlikmi bilolmaganmiz va qaynonam mana shu Neverland Center bor ekan, maktabga yaqin joyda ekan, olib boring ko'rsating deganlarida, mayli, borib ko'rsatarman, qani nima ham deyishardi deb olib kelganman, to'g'risi. Chunki o'zim ham shu mutaxassislikka yaqin yo'nalishda ishlayman. Katta bir umid bilan kelmaganman. Lekin kelganimdan keyin aksincha to'g'ri joyga kelganimni bilganman. Nimagaki, birinchi diagnostikani o'zida qattiq xato qilganimizni bilganmiz. Tushunarli. Hozir qanaqa holatda? Mana qancha vaqt o'tdi oradan? Hozir muddatni aytsangiz. Hozir sizlarga murojaat qilganimizda o'g'lim 2-sinfda o'qirdi. Hozir 4-sinfda o'qiyapti. O'qishlari yaxshi, disiplina bor, intizom bor. Bolajon ertalab o'zi uyg'onadi, maktabga o'zi tayyorlanadi, maktabga borish xohishi bor bo'ladi. Nimagaki, u o'zlashtira olyapti, berilayotgan programmani ham, o'sha o'qituvchisi o'tayotgan mavzularni ham o'zlashtira olyapti. Ya'ni xotirjam. Qaysarliklari yo'qoldi. Yo'q, uni qaysarligi ham bizdan unga bo'lgan bosim ham yo'q. Chunki biz bilamiz, misol uchun past baho olsa, demak, nimadir o'zi qilmasdan olgan. Bilmagani uchun, tushunmagani uchun emas, nimadirda o'zi upustil deydimi, shunaqa bo'lgan. Yaxshi. Hozir yaxshi o'qishi, o'qituvchisi maqtaydilar. Rus tili, o'qish darslari, o'sha matematikalar juda yaxshi. Hozirgi holatidan kelib chiqib, bolajonni rivojlanishini mana siz ishonib-ishonmay keldim deyapsiz. Ko'pincha onajonlarimiz ham shunaqa deb o'ylashadi. Ya'ni bolani erkatoy deb o'ylashadi yoki katta xato shu. Maktabni o'zlashtira olmayotganini o'qituvchilar aybdor deyshadi. Bola sinf ko'p yoki hozirgi o'qituvchilar yaxshi dars o'ta olmayapti deb o'ylashadi va ko'pincha o'qituvchini ayblab qo'yishadi. Lekin aslida nima ekan? Nimani bildingiz? Eng katta xato bu bolani sho'xligiga yon bosish va o'qituvchi o'rgata olmayapti degan narsaga yon bosish. Bu eng katta xato. Nimagaki, avvalambor o'qituvchi bekorga uni aytmaydi. Demak, nimanidir bolada kuzatyapti. Ya'ni u programmani 30 ta bolaga o'tadi, darslikni 30 ta bolaga o'tadi, 30 ta bola o'zlashtiradi. Nimagadir har safar meni aynan bolam o'zlashtira olmagan. Biz sho'xlik deb o'ylaganmiz. Xatoyimiz, eng katta birinchi xatoyimiz shunda bo'lgan. Chunki haqiqatda sho'x edi, haqiqatda urushqoroq edi, agressiyasi bor edi. Keyin Neverlandga murojaat qilganimizdan keyin mutaxassis mana logopedimiz Saodat Abdushukurovni tushuntirib berganlar nima bo'layotgani, protsessi. Shunda to'g'risi hammamiz lol qolganmiz. Nima bo'layotganini. Keyin men bu narsani borib maktabda o'qituvchisiga aytganimda, ular ham, shunaqa ekanmi? Chunki biz buni tashxis qo'ya olmaymiz. Biz vrach emasmiz, biz mutaxassis emasmiz. O'shanga bilmaganmiz va shunaqa xatolar qilganmiz. Ya'ni bolajon erkatoy emas ekan, o'zlashtira olmayotganini, qiyinchiliklari borligi ma'lum bo'ldi. Shu tashxisdan kelib chiqib, chunki o'qituvchi baribir pedagog necha yillik mutaxassis bo'ladi. Bolada nimaga o'zlashtira olmayotganini to'g'ri diagnoz qilib qo'ya olmaydi u. Lekin ota-onaga murojaat qilganda o'sha qo'ng'iroqchani vaqtida ota-ona e'tibor berish kerak. Nima bola bir kun bilmas, sho'xlik qilib, 2 kun bilmas, lekin yil davomida bilmaslik bu o'sha o'zlashtira olmayotgandan dalolat. Va bolani shu imminni mutaxassisga olib borib, albatta ko'rsatish kerak. Bu katta mas'uliyat ota-onada deb o'ylayman. Chunki
o'qituvchi berolmayapti deb o'zingizni vazifangizni o'zingiz zimmangizdagi o'zingizni farzandingizni kelajagini o'qituvchidan ko'rish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni keling shuni yana ham chuqurroq ko'rib chiqsaydik. Maktabda bola chiqdi 1-sinfga, dars o'zlashtirishni boshladi. Shu o'zlashtira olmayotganda aynan nimalarda sizni bolajonda ko'rdinglar? O'qishdami, yozishdami, qaysi jarayonda qiyinchiliklar bo'ldi yoki xulq-atvorda o'zgarish bo'ldimi? avvalambor o'qishda bizni 1-sinfga o'sha borganimizda hamma 1-sinf o'quvchilari alifbodan boshlashadi. Avvalambor shuni aytib o'taman, bizani o'g'limiz rus zabon sinfga boradi. Nimagaki rus zaboni nutqi bor. Gaplasha oladi, savol bersangiz javob bera oladi. Ya'ni siz maktabga chiqishdan oldin maktabga tayyorlov kursini ham o'tgansiz. O'tganda shunaqa holat kuzatilmoqda. O'tganda shunaqa holat bizni buni majburlattirib, o'qolmasa tepasida o'tirib, nima deydi, onalar bilan o'tiradi-yu, kech-kecha shunaqa o'tirib, mana qilmayapti, bo'lmayapti, unaqa bo'lgan, lekin shu maktabga chiqqandan keyin bu period cho'zilib ketgan. Nimada bildik, u o'qolmadi. Mana bitta so'zni o'qimasa, mayli, u butun jumlani to'liq o'qolmasdi. So'zni o'qishi mumkin edi, lekin jumlani o'qolmasdi va to'g'ri yoza olmasdi. Demak, bu yerda shu bolani o'zida qanaqadir ketayotganini o'ylaganmizda, har xil nimaga harf bilmaydimi desak, alifboni tugatdi, maktabgacha tayyorlov kursiga bordi. Nimaga unaqa, keyin bizani ustozimiz Saodat Abdushkurovna aytganlar, kelganimda, siz bilasizmi, sizni o'g'lingiz, ya'ni Abdurashid 4 ta harfni teskarmacha ko'radi deganlar. Men turibman, qanaqasiga teskarmacha ko'radi desam, teskarmacha ko'radi, o'shaning uchun ham o'qolmayapti. Ya'ni bu so'zlar, bu harflar har bitta so'zda keladi. Bola uni oyog'ini osmondan qilib ko'rib turgandan keyin o'qolmaydi deganlar. Men to'g'risi o'sha kuni tuklarim turib ketgan. Uyga boraman, nimaga unaqa qiladi? Nimaga o'qolmaydi? Nima unaqa ko'rar ekan deb men o'sha okulistga olib borish kerakmikan deb o'ylasam, ular aytganlar, yo'q deganlar, bu tashxis nafaqat sizni bolangizda, bu sog'lom bolalarda bo'ladigan narsa. Menga keyin yana bitta gaplari shunaqa motivatsiya bergan. Даже Einsteinda ham, Newtonda ham shunaqa tashxis bo'lgan. Ularni butun dunyo taniydi. Balkim sizni ham bolangiz butun dunyo taniydigan mashhur bo'lib ketar deganlar. Mana shu narsa menga motivatsiya kuchi bo'lgan. Men aytganman o'zimga o'zim, men shu yoqqa olib kelaman, meni bolam o'qiydi, meni bolam butun dunyo taniydi deganman. Xudoga shukr, keldik, shug'ullandik. O'zimni ham maqtab o'taman. Har kuni erimni olib kelganmiz, har kuni adasi ham, nafaqat men, xo'jayinimlar ham, otasi ham bu prosesda, shu jarayonda to'liq ishtirok etganlar. Olib kelib, olib ketish, maktabga borish va natijasiga yetishdik mana. Ya'ni bunaqa jarayonni davolash muddati, ya'ni korreksiya muddati 10 kunlik emas, 1 oylik emas, aynan oylar davomida shug'ullanishiga rozi bo'ldinglar va har oyda bir-biringlarni motivatsiya qilib turdinglar. Ya'ni vaqti bo'ldi, adajon keldilar, rezultat yo'q, qachon bo'ladi? Bizda 3 ta bola, kichkintoyim bor degan holatlar bo'lganda, mana hozir eslaymiz o'sha paytlarni. Bir-biringlarni nima qildik? Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turib, etib turdik shu joyda. Hozir mamtiga keldi deganimizni hisobiga sizlarda shu narsaga ishonch bo'ldi va etapma-etap shu jarayondan chiqib ketdik. Ya'ni chala to'xtatib ketish ham bu katta xato. Bu katta xato. Bir xil o'ylashligi mumkin. To'g'risi, menda ham bo'lgan. Xo'jayinim aytganlar, "Bo'ldi, meni alifboni tugatdi-ku, endi bormaydimi?" deganlar. Men nimaga bormaydi? Boradi deganman. Nimaga desalar, "Diktant qanaqa yozadi? Alifboni bitirdi, bo'ldi emas-u. O'qishga to'liq to'xtamasdan o'qish kerak, ya'ni bo'g'inga bo'lmasdan bola o'qib ketish kerak" deganlar. Keyin bizga nimaga men shu endi aytib o'taman, sizlarni nayrant markaziga rahmat deyman. Onalar uchun ham treninglar, darslar ko'p bo'lgan, qatnashganman, eshitganman. To'xtashim kerak emas ekan, davom ettirishim kerak ekan, bolam bilan shug'ullanishim kerak ekan deganman. Chunki o'sha bu meni bolam, bu menga kerak. Bu men o'zim farzandim, o'zim uchun tug'ganman-da, misol uchun. Buni mas'uliyatini birovga yuklash bu katta xato. Va oxirigacha olib borish kerakligini bilganman. Shu kelganimda, suhbatlashganimda
oxirigacha olib borish kerakligini bilganman. Nimagaki o'shanda bolam zo'r rezultatga, zo'r bizaga anaqaga chiqishini bilganman. Va chiqqan. Bolam o'qishi yaxshi bo'lgandan keyin sinfida o'quvchilarni, do'stlarini, unga bo'lgan muomalasi ham o'zgargan. Ya'ni birinchi sinfda bilasizlar, hamma tanishib bo'ladi, bir-birini hamma ko'radi, o'rganadi, adaptatsiya vaqti bo'ladi. Ikkinchi sinfda уже bular do'stlashish boshlaydi. Endi ota-ona bir-birini biz bilamiz, katta odammiz. Bolalarda unaqa narsa yo'q, men kichik bilan do'st bo'lmayman deydigan narsa bor. Bu o'qimagan paytida bu urushishni boshlagan edi-da. Ya'ni ilm bilan, o'qish bilan o'zini ko'rsata olmadimi? U o'zi kulakli ishga tushgan, agressiya bo'lgan, agressiv, haqiqatda agressiya bo'lgan, yig'lashlar, isterikalar bo'lgan. O'qishni boshlagandan keyin o'sha bolam ham o'ziga bo'lgan ishonchi ko'tarildimi? Men o'zim o'ylaymanki, odamning birinchi muvaffaqiyati bu uni o'ziga bo'lgan ishonchi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz bu yaxshi bilimli bo'lsangiz, o'rgansangiz, bu o'qolmayotgan bolam qayerdan o'ziga ishonchi bo'ladi sinfdoshlarning orasida. O'qib ketdi, o'rtoqlari hozir ko'p, nima deydi, tug'ilgan kunlarga borishadi, hech qaysidan qolmaydi. O'sha o'zbek millatidagi bola bo'ladimi? Ya'ni ijtimoiy hayotga yaxshi moslashdi. Ha, moslashib ketdi. Imенно mana shu o'qishi yaxshi bo'lib ketgandan keyin. Ya'ni men birovdan kam joyim yo'q. Men ham o'qa olaman. Xuddi o'zi uchun u nima deydi, dokazat qilib berdi deydimi? Ha. Shunaqa qildi-da, u ko'rsatib berdi, o'qa olishini, qila olishini, qo'ldan kelishini. Mana rezultati. Ya'ni bola o'zlashtira olmayotganidan o'rtoqlarning oldida uyalib qolish holatida bolada nevroz kuchayishi bo'ladi. Shu yerda bitta narsa aytib o'tib ketamiz. Agar nevrozni ota-ona bilmasdan kuchaytirib yuborsa, talab ko'p bo'laversa, buning oqibatida dug'lanish holatigacha ham o'tib ketyapti. Shuning uchun ota-onalarimizga maslahat bersangiz, qachon, qaysi vaqtda shu narsaga e'tibor berishga harakat qilishsa, yana ham ish tezroq bo'ladi. Mana как ona sifatida. Men ona sifatida birinchi shu qo'ng'iroqqa, ya'ni o'qituvchi tomonidan bo'lgan nima deydi, jalba deymizmi buni? E'tirozlar. O'qituvchi tarafdan bo'lgan e'tirozga befarq bo'lmasligini. Chunki men ikkinchi sinfda olib kelgan bo'lsam, men 1 yil yo'qotganman. Men afsuslanaman bolamni o'sha 1 yil yo'qolganiga. Chunki bunda ayb to'liq men bilan otasida. Ya'ni bizada, bu bizning farzandimizda biz bee'tibor bo'ldik degani unga. Biz unga bee'tibor bo'lganimizga u farzandimizning agressiyasi ham kuchaygan. Bunda bolaning aybi yo'q. Bunda faqat bizning aybimiz bor. Men afsuslanaman. Men aytmoqchimanki, biz ham mana siz oldingizga xo'jayinim bilan ikkinchi marotaba kelganimizda birga kelganmiz. Nimagaki, nafaqat onalar, otalar ham shu jarayonda ishtirok etishligi kerak, tushunishligi kerak. Chunki menda o'g'il farzand, kimdadir qiz farzand bo'lishi mumkin. Buni to'liq olib borish uchun baribir mablag' ota to'laydi. Shuni kelib eshitish kerak, ko'rish kerak. O'shanda baribir mutaxassis og'zidan eshitgan gapni ular boshqacha qabul qilishadi-da. Men ayol kishi uyga borganda uni o'zingiz tilingiz bilan tushuntirib berasiz-da, eringizga. Mana bunaqa ekan deb. Xo'jayiningizlar bilan birga kelganingizda mutaxassis og'zidan eshitsangiz, o'shani to'g'ri gapir, etapma-etap tushuntirib bersa, umuman boshqa jarayon. O'shaning uchun aytmoqchimanki, nimadir shunaqa farzandligiga nisbatan qo'ng'iroq bo'ldimi o'qituvchidan? O'qiy olmayapti, o'zlashtira olmayapti, bee'tibor bo'ldi, bolani olamiz, markazlarga boramiz. Ayniqsa Neverland markaziga. Chunki men haqiqatda mana biz bitirib ketganimizga 1,5 yildan oshdi, lekin boshim ko'kka yetguncha rahmat deyman, ta'zim qilaman mutaxassislarga. Joni jabborga berib ishlaydigan mutaxassislar. O'zinglarimiz deyiladi, to'xtamasligiga qoyil qolaman. To'g'risi, kuzataman, doim kuzataman. Mana shu ota-onalarga bo'layotgan treninglarni ham bilaman, tekin har doim o'tasizlar. Har doim tavsiya qilaman. Boringlar, eshitinglar, o'rganinglar. Hech kim sizlarga bunaqa tekin o'rgatmaydi. Bepul eshiting, o'rganing, nimadir olib chiqib ketasiz o'zingizga. Ya'ni bizning maqsadimiz qancha tez onalarimiz shu jarayonni anglashsa, shuncha tez vaqtida yordam bera olsak, shu bizning muvaffaqiyatimiz hisoblanadi. Ko'p ota-onalarimiz aytishadi, bolam harf taniydi va shu bilan o'qib keta oladimi?
mana shu Eng katta holatda xatolardan ya'ni idrok qilmayapti. Bola harflarni hammasini biladi, alfavitni ham yodlab olgan, ya'ni alifboni biladi. Nimaga bizda doim ruscha o'zbekcha hozir aralashyapti? Chunki hozir zamon talabi, hamma ota-ona bolasini rus tilida o'qishni xohlaydi. Mana shu joyda ya'ni bola harf tanishi yetarlimi maktab o'zlashtirib ketishga? Yo'q, albatta yo'q. Shu boya aytganimdek, o'sha xo'jayinimga yana qaytaman. Bo'ldi alifbonni yodladi-ku, kerak emas deganlarida o'sha diktantlarni qanaqa qilib yozadi bu? Bola eshitganicha ABVGDD qilib yozib ketish mumkin. Jumlani to'g'ri yozish kerak deb aytganman. Chunki menga buni bizning mutaxassisimiz aytganlar, dialektologimiz Saodat Abdushukurovna aytganlar, diktantni to'g'ri yoza olish kerak, qayerda to'xtash kerak, qayerda virgul bor, qayerda so'z tugayyapti. Jumla emas, so'z tugayotgan bola bilish kerak. Xudoga shukr, diktantlarni zo'r yoza olgandan keyin biz rahmat deb aytib ketganmiz. Bolani o'zlashtirishda harf bildi, xuddi bu sanashi bildi bo'ldi degandek-da. Qo'shish, ayirish bor, o'tda ko'paytiruv bor, bo'luv bor. Xuddi shu narsa o'qishda ham, harf bilishda ham. Ya'ni shunaqa so'zlar, qovus ochib gapiriladigan so'zlar bor, o'zimga yarasha qonun qoidalari bor. Har bir ancha o'rganibsiz-a? Ha, o'qishda. chunki men shu markazga bolam kelganda o'zim ham birga o'qib o'sdim. Onalar o'sishdan to'xtasa, bo'ldi, bu progress bo'lmaydi bolangiz. Siz bolangiz buyuk bola bo'la olmaydi ham. Nimagaki, ona to'xtab qo'ygan. Men shu sentrga kelib shuni bildim. To'xtash kerak emas. Esingizda bo'lsa, Mama Geroy degan trening bo'lgan. Men shu treningdan juda ham katta motivatsiya olib chiqib ketganman. Bu onamizni eslatib o'tamiz. Hamma treningda keladilar. Mana yaqinda oxirgi bo'lganda ham aktiv qatnashdilar. Har bitta muvaffaqiyatga erishgan insonning orqasida ikkita ayol bo'ladi. Uni onasi bilan turmush o'rtog'i. Meni farzandlarim hozir ona orqasida turadigan ayol manman. Ya'ni ular onasi o'g'lim buyuk inson bo'lishi uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman deb ham qoldirmay shu yerga kelganmiz. Nimagaki farzandimni shunchalik motivatsiya olganmanki, men tufayli yaxshi bo'lib ketishi bu menga kerak. Ertaga mevasini men yeyman deb unaqa o'zimga o'zim maqsad qo'yganman-da. Nimagaki bolajonga oson bo'lmaydi. Bolajonga oson bo'lmaydi. Oson bo'lmagan ham. Va men shu aytib o'tganimdek 1 yil o'tkazib yuborgan vaqtimga afsuslanaman. Aynan nimalarda, misol uchun bolajonni aytasiz, bola gapirgan, qo'l-qatvorda o'zgarish bo'lmagan, sinfda darsda o'tirgan bola, lekin usivchivisi bo'lmagan, ya'ni diqqat qilmagan. Mana shu holatda aynan nimalar ko'ringan, nima sizni mana og'riqli joyida siz nima e'tibor bera olasiz? Qaysi narsalarga e'tibor beraylikki, boshqa onalarimiz ham e'tibor bersinki, shunga to'g'ri yondashuv bo'lishini. Avvalambor farzandingizni bu sho'xligi deb qabul qilish kerak emas ekan. Bolani eshitish boshqa, uni e'tibor berib, tinglab eshitish boshqa deb bir rus tilida aytganda слышать и слушать это две разные вещи degandek. Nimagaki bolam menga yordam beringlar deyotganini men eshitmaganman. Men shu meni katta aybim deb o'ylayman. Nimagaki u o'qolmayaptimi? Uni birinchi unga yordam beradigan insoni uni ota-onasi, uni yaqinlari, undan keyin o'qituvchisi. Chunki o'qituvchi hammaga baravar bitta vaqt o'zida bilim beradi. Lekin meni bolam yil davomida o'zlashtira olmayaptimi? Demak, bu yerda o'qituvchining aybi yo'q. Bu yerda meni aybim. Men nimadir e'tibor so'ragan bola. Bolam e'tibor so'ragan, men qila olmaganman, ko'ra olmaganman, bilmaganman. Menga eng og'riqli bo'lgani o'zim ham shu sohani ichida yurganim uchun bilolmaganim menga alam qilgan. Nimagaki, men ham bolalar bilan ishlab turib, shu soha haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmaganim bolamni 1 yil vaqtini ketkazgani menga alam qilgan. Men kelgandan keyin 4 oyda alifbonni tugatdik, keyin diktantlar boshlandi. Mana shu narsani 1-sinfda qilganimda
bolam bunaqa agressivniy bo'lmasdi, bunaqa to'polonlik qilmasdi, o'rtoqlari bilan mushtlashmasdi va shunaqa narsa bo'lgan. Endi aytib beraman, biza maktabimizda qo'shnim bilan biz yonma-yon sinfda o'qiymizda. Qo'shnim o'tib ketayotganlarida mani o'g'limni boshqa onalar gaplashib turganini eshitib qolganlar. Menga shu narsa juda ham og'ir qilib o'tgan. Ya'ni voy, shu bola har doim to'polon qilib yuradi, hamma bilan deyishgan ekanda. Keyin qo'shnim shunaqa qarab, qaysi bolani aytyapsizlar? Abdurashid aytyapsizlarmi? Uni fitrati kuchli bola, hali ko'rasizlar, ko'rsatib qo'yadi sizlarni bolalaringizga deb o'tib ketgan ekanlar-da. Endi menga aytsa-chi, men shunaqa qilib ketganman. Begina inson mani bolamga ishonyapti, menga men ishonmayapman. Demak, nimadir men ko'ra olmayapman, bila olmayapman. Va mana keldik Neuralab centerga, markazda shug'ullandik. Bolamga ham oson bo'lmadi, qiynaldi. Bir xilda bo'ldi, bildim-ku, endi bo'ldimi, unaqami, ya'ni yarmida bolani o'zi ham to'xtatgisi kelib qoladi. Shunda otani vazifasi ozgina qoldi bu yog'iga. Davay, sen zo'rsan, sen hali hammaga ko'rsatib qo'yasan, oldinda ketasan, shunaqa zo'r a'lochi bo'lasan deb bolaga motivatsiya berish kerak ekanda. Ko'p onalarni kuzataman, yotishdan oldin bolasini boshini silab o'pib qo'yishmaydi, quchoqlashmaydi. Men shu narsani 2 barobar ko'paytirdim. 2 barobar ko'paytirdim. Maktabga ketayotganda "Xayr" deb ketadi, men aytaman, "Abdurashid, to'xta" deyman. "Ha" deydi. "Meni o'pib ketmading-ku. Bolam sen yugurib keladi, o'pib qo'yadi." "Bo'pti" dedi. "Yaxshi bor bolam." U ham o'zi xursand. Nimagaki onadan to'yindi, mendan to'yindi, mehr oldi, xursand bo'lib ketdi. Ketayotganda men 5 olib kelgan, desam, "Xo'p bo'ladi" dedi-da, u ham xursand bo'lib ketadi. Haqiqatda olib kelsa, ko'zlari charaqlab, "Men 5 olib keldim. Bugun nima qilamiz? Nima qilib meni bugun rag'batlantirasiz?" deb o'zi so'rab oladi. Bir xilda "Mana qilamiz" deydimi, bir xilda aytaman, "Nima senga har kuni qilaveradimi? Sen o'zi 5 olishing kerak o'zi" desam, "Ha deb qo'yadi. Ya'ni vaziyatdan chiqishga harakat qiladi. Lekin shu avvalambor baribir onalar vaqtida bolaga e'tibor berish kerak. Ya'ni o'zi to'polonchida, sho'xda, adasiga o'xshaydi, oyisiga o'xshaydi, ukamga o'xshaydi qilish kerak. Ya'ni eplab ketadi deganda, eplab keta olmasligini angladingiz. Tan olish kerak. Tan olish kerak. Ota tan olishligi kerak. Bola sho'x emas, bolaga yordam kerakligini tan olish kerak. Qachonki men bildim, ona shuni tan olsagina bola to'pga chiqadi, ya'ni zo'r bo'ladi, harakat boshlanadi. Siz bola hamma o'zi shunaqa ekanman deyman, men o'zi to'polonchi ekanman deb to'polon qilishlar davom etaveradi. Yo'q, sen to'polonchi emassan, sen qilishing kerak o'g'lim, sen shuni o'rganishing kerak. Hozir bizda to'polonlar yo'q. Biz urushmaymiz. Kimni urushayotganini ko'rsa ham birinchi bo'lib borib ajratadigan Abdurashid. O'qituvchisi aytadilar, juda ham справедливый deyiladi. Bular rus sinfida o'qiydi, справедливый deyiladi. Ya'ni kimdir o'zaro urushsa ham meni o'g'limdan so'raydilar, nima bo'ldi deb. Chunki yolg'on gapirmaydi, to'g'risini aytadi. Mana shu narsalarni ham hammasini mana shu markazda kelish boshlaganimizdan keyin birga biz ishlaganmiz o'g'lim bilan uyda. Vaqtim bo'lmagan paytlar ham bo'lgan. O'zim ham qanaqadir charchagan paytlarim bo'lgan, lekin to'g'risini aytaman, o'sha paytlarda sizni gapirgan gaplaringiz, Saodat Abdushkurovnaning, Zahra opamlarning gaplari ko'z oldimga kelardi. Men bolam buyuk bola bo'lish kerak. Men bolam eng zo'r bo'lish kerak deb o'zim motivatsiya. Ya'ni 1 yil to'liq qunt qildingiz va shu jarayondan chiqib ketdingiz. Ya'ni doimiy emas bu narsa, bu vaqtincha, lekin to'g'ri yondashuv bilan chiroyli chiqib ketadi. Albatta. Zo'r. O'sha bola o'zi tortib ketadi, o'zlashtirib ketadi yoki ikkinchi bola hayotda o'zini o'rnini topadi degan narsalar ko'p. Yoki yana bir jarayon bor, bolajon aynan korreksion markazlariga ota-onalarimiz olib kelishga qo'rqishadi. Ya'ni betdagi bolalar og'ir emasmi, bu guruhda og'ir emasmi, yoki mendan kichkina bolalar ichida nima qilib o'tiribman. Misol uchun biz Abdurashid bilan ishlaganimizda maktab darsxonasi emas, ya'ni boshqacha jarayon, umuman boshqacha dars ko'rinishida o'tilishi bolajonda ham o'ziga yarasha nevroz bo'ldi. Va ota-onalarimiz tarafdan ham ko'pincha shu narsani qabul qilmaslikdan ham o'zingizni orqaga
tortishadi. Shu yerga nima bizga ozgina mana ota-onalarimizga shunaqa joyda ishlanish uchun ham ozgina motivatsiyaga yetishmayapmiz. Mana ko'pchilik ota-onalarni men o'ylaymanki qo'rquvligi, ya'ni haqiqatni eshitish o'zi bir anaqada yoqimsizda. Ya'ni siz bolangiz nima qilyapti degan va shu bilan odamlarni gap so'zidan qanaqadir qo'rqishadi. Bundan cho'chish kerak emas. Odamlar gapiraveradi, gaplar qolib ketadi. Lekin bolajon siz bilan va ko'pchilik voy logoped, voy defektolog, xudodan defekti bor ekan bolasini. Yo'q, psixolog desa, voy psix ekan, unaqa emas. Bo'ladi, shu qanaqadir jarayondan to'g'ri o'tib ketish kerak. Siz ota-ona o'zi mutaxassis emasmi, demak mutaxassisga olib borish kerak. Buni biz ham olib keldik. To'g'ri, shu gruppaligida bundan ancha qiyin ahvoldagi bolalar bor edi. Lekin men shuni aytib o'tishim kerak, bolam shu yerga kelib, shunaqa bolajonlarni ko'rib, odamgarchilik tuyg'unda o'sgan. Ya'ni o'g'lim, farzandim o'zidan kichkina bolalarga mehribonroq bo'ldi. Aynan o'sha payt u aka bo'lishga tayyorlanayotgan payt edi va o'zidan kichkinalarga to'g'ri yonlashuvni bolam shu yerda o'rgandi-da. Sho'xlikni, bu meniki, bu saniki, anaqa yo'q, unaqa narsalar ancha kamagan, mas'uliyatli bo'lgan keyin. Ya'ni u gruppasida katta edi-da, endi ikkinchi sinf bolasi bo'lgan, qolganlar undan kichkinaroq edi. U ularga mehribon bo'lgan. Men bilaman-da, buni ko'rganman, kuzatganman. O'zi masalan, o'zidan kichkina bolalar bo'lsa, g'amxo'rlik qilish tuyg'usi unda oshgan. Ota-onalarning qo'rquvi kerak emas, bu umuman kerak emas narsa. Qo'rquv o'zi yaxshi tuyg'u emas-da, yaxshi hissiyot emas qo'rquv. Ishonch eng zo'r his-tuyg'u deb hisoblayman. Chunki ishonch kerak. Va bu yerga kelganingizda siz masalan boshqa ota-onalar ham balkim cho'chib ketishar. Balkim lekin shukr qilishni ham o'rganishadi. Farzandlik unaqa emasligiga. Vaqtida olib kelibman, endi ishlayman. Shunaqa emasligiga ham shukr. Mayli, o'tib ketadi. Bundan yaxshi-ku, demak, ya'ni bunday holatdagi bolalarni ko'rish ham bolalar uchun bir saboq. Saboq va men o'ylaymanki, bolajon katta bo'lganda har xil insonlarni uchratadi butun umri davomida. Ularga nisbatan hurmat bilan muomala qilishni biladi bola. Masalan, meni bolam ko'chada yurganda kimdir kolyaskada o'sha ko'rib qolsa cho'chimaydi yoki mana genetik kasallik bolalar bor. Har xil odam ko'ramiz. Transportda ko'radi, metroda, avtobusda yurganda ham cho'chimaydi o'g'lim. To'g'ri, reaksiya ko'rsatadi. Bir xili bor, voy, yaqinlashma, voy, uzoqroq tur. Xuddi bir yo'qib qoladigandek. U yo'qmaydi, yo'qimli emas, undan qo'rqish kerak emas. Unga biz katta odamlar to'g'ri reaksiya qilishni bolaga o'rgatishimiz kerak. Ya'ni o'zidan ojizlarga yordam berish. Albatta. Mana shunaqa markazda o'rganadi-da. Ota-ona ham o'rganadi avvalambor. Nimagaki bolaga to'g'ri tushuntiradi. U shunaqa, lekin u ham sendagi inson, sendagi bolajon. Unga ham chiroyli muomala qilish kerak. Undan qo'rqib qochish kerak emas. Senga qo'lini cho'zsa o'ynash kerak, salomlashish kerak. Misol uchun, bizda mana qo'shnimiz bor, Down sindromli bolajon. Bir xil bolalar unga yaqin ham kelishmaydi. Meni bolalarim bemalol borib ko'rishadi, o'ynatishadi. Boshqa bolalardagi bolaligini tan olib muomala qilishadi. Lekin xuddi shunaqa boshqa bolalar ham bor, qo'shnilarimiz farzandlari uzoqroq turadi, yaqinlashmaydi. Voy, bunaqa ekan, bunaqa ekan. Men bolalarimni unaqa. Ya'ni har taraflama bolani har xil jarayondan filtr qilish emas, aynan muhitga tayyorlashingiz kerak va o'sadi bola. Shaxs sifatida o'sadi deb o'ylayman. Chunki mana maktabda har xil tashkilotlashtirishadi, teatrga borishi, shu konsertlarga, kinolarga borishi. Bilasizmi, mehribonlik uyidagi bolalar bilan oddiy maktabdagi bolalarni kamdan kam bitta jarayonda bitta spektaklni ko'radi ular, bilasizmi? Meni masalan bolalarim o'zim olib borganimda, biz shunaqa to'g'ri kelib qolgan, kassada aytishgan, kirurasizlarmi, mehribonlik uyidan bolalar kelgan edi. Aytganman, nimaga kirmaymiz? Kiramiz. Men undoq bolalarimga qaramasdan endi shunaqa desam, bolalarim ham, nima kiramiz, nima qilibdi, ular ham bola-ku deyapti-da. To'g'ri qabul qilishyapti, teng ko'rishyapti o'zlariga.
teng ko'rib kirib ko'rdik spektaklni maza qildik, maza qilib o'sha yerdan o'zimizga ozuqa olib, bolalarim ham o'ziga ozuqa olib chiqib ketishdi. Zo'r. Yaxshi, mana hozir bolajonimizni to'g'risida ma'lumot oldik. Bizga shunaqa vaqt ajratib shu jarayonni ochib berganingiz uchun, chunki hamma ota-onalar ham o'zidagi holatni va bolasidagi o'zgarishlarni yetkazib berishga qo'rqishadi. Bu qo'rquvni yengish ham katta narsa. Shuning uchun bolajonlarga maktabgacha qattiq tayyorgarlik ko'rish kerakligini, bolaga shu jarayonda yordam berish kerakligini tushunib yetish kerak ekanligini bildik mana hozir. Va birinchi sinf bu o'yinchoq emas. Birinchi sinf bu aynan bolani maktabni birinchi qadami hisoblanadi. Chunki birinchi sinfda o'ynab kuldi bola, osonroq o'tdi deb o'ylaymiz, lekin ikkinchi sinfda umuman boshqa jarayon boshlanadi. Erta soatga o'rgatish yo'q, уже erta nima kiradi? O'qish kiradi, kara jadval kiradi. Bu juda ham bir bola uchun murakkab. Shuning uchun birinchi sinfni o'yin kulgi emas, ota-ona tarafidan bolaga yordam berishimiz har doim aytaman, mutaxassis o'ziga yoki o'qituvchini o'ziga tashlab qo'yish kerak emas. Ya'ni birga ona hamkorlikda ishlashi bolajonni yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi. Da, 100% shunaqa. Va shu aytib o'tgandek, ota-onalarga baribir otalarimiz endi ertalab ketishadi, kechqurun kelishadi. Onalarga shu gapim bolanglarga oldinglarga kelib nimadir so'raganda, ovqat qotgan bo'lsangiz, ovqatingizni tegin o'chiring. Gapir bolajonim deb eshiting bolani. Men ustozim o'zlari shunaqa deganlar-da. Farzandingiz yoningizga kelyaptimi? Qozonni o'chiring deb eshiting, nima deyapti bola. Men hozir shunaqa qiladigan bo'lganman. Ikkinchi farzandimni sizlarga olib kelganman. Undan keyin ikkita farzandim bor. Hozir ular kelib, hozir eng ko'p savol beradigan payti. Men ularda ham nimadir ko'rolmay qolmaydi, ovqat qotganini o'chiraman. Gapir bolam, masalan, eshitaman. Gapir, nima bo'lyapti deyman. Eshitaman, e'tiborli bo'lishga harakat qilaman. Ya'ni uyda bit hech qachon tugamaydi. Ish tugamaydi, lekin bolani bola tarbiyasi davri o'tib ketib qoladi. Biz nima bu gapim bilan ish qilmanglar, faqat bolanglarga qaranglar emas, ish o'z yo'liga, lekin farzand tarbiyasi bugungi kunda hamma bilyapti. Oldin masalan koridorda o'qiganlar a'lochi bo'lib ketgan, millioner, u davr o'tdi. U davr o'tdi. Biz o'sha davr bolalarimiz. Shunaqa. Hozir u davr o'tgan. Hozir bolalar faqat o'qib, o'rganib, til bilib, yaxshi joyda ishlamoqchi bo'lsa, faqat o'qish kerak. Ya'ni hayot tez, bu tezlikka yetib olishimiz kerak. Hayot juda ham tez. Ayniqsa farzandimiz maktabga chiqqandan keyin aytgandek, aytadi, qarilayotgandek oqqan daryo oqib ketaveradi, tez o'tib ketadi vaqt. Maktab jarayoni juda ham tez o'tadi va shijoat bilan o'tadi. Ana o'sha shijoatda meni bolam bir burchakda qolib ketishini xohlamaysiz, o'zingiz farzandingiz, uni eshitish kerak, e'tibor berish kerak. Va hozir aytmoqchiman, bolajonni maktabga o'sha tayyorlov paytida noq e'tibor berish kerak. Chunki hozir hamma bog'chalarda, hamma maktabgacha bo'lgan tashkilotlarda, markazlarda logoped defektolog xizmatlari bor. E'tibor beringlar. Lekin har xil logoped defektologlarimiz bor-ku, endi baribir e'tiborli bo'lish kerak bolaga. Diagnostikaga to'g'ri e'tibor qaratishni tavsiya qilasiz. Da, tavsiya qilaman, chunki o'zim shu yerga kelib ko'p narsani o'rgandim. Va o'rganish kerakligini yana bir marta bildim. Onalar to'xtash kerak emas ekan. Onalar bolangiz bilan birga o'qisangiz, bolangiz o'sar ekan. Mana hozir 4-sinfdamiz, hammasi yaxshi, 5-sinfga tayyorgarlik. Bu degani yana bitta pog'onadan o'tib ikkinchi jarayonga o'tishamiz endi xudo xolasa. Ya'ni har yili onajonimiz bizda har doim maslahat olib turadilar. O'sha treninglarda ko'rishib turamiz. Bitta joyda to'xtab qolmaganlar. Ya'ni bola rivojlanyapti, oyijon ham birga baravar rivojlanyapti. Endi etapda nima qilaman, keyingi etapda nima qilaman deb har doim maslahatga kelib turadilar. O'qituvchidan xat olib kelganman, esidami? Tavsifnoma. Tavsifnoma yozib berganlar-da, chunki bir varroq qilib o'tdi bolada qanaqa jarayon keldi, hammasi erim yozib berganlar. O'qituvchimiz, ya'ni
shu bola o'qib ketishiga xohlaganlarda, ishtirok etganlarda shu jarayonda. O'qituvchingiz bilan biz hamkorlik qilishni boshladik. Bizga o'sha xarakteristika berib turdilar, biz bolani kuzatdik. O'qituvchi tarafdan bolada o'zgarishlarni sezdilarmi? Ha, Shu to'g'risida farzandim doim men bilan ko'rishib gaplashib turardilar. Maktabga endi bolani olib ketganib borganimizda hozir nimani o'rganyapti, ya'ni boshida alifboni o'rganishni boshlaganda bolamga juda hurmat bilan yonlashganlar. Ya'ni shu bolajon hozir 2-sinfda boshqatdan alifboni o'rganayotgani uchun unga ortiqcha savol javob qilmaganlar. Ya'ni o'sha maktab programmasidagi o'qishlar, uyga beriladigan vazifalarni bolamdan yumshatib so'raganlar. Ya'ni ma'nosini so'rab olardilar-da, o'qidingmi? Ha, o'qidim. Nima ekan? Qanaqa ekan? Bolada qayta gapirib berishi. Chunki gapirib berish oson edi unga o'qib berishdan ko'ra. Chunki biz uyda o'qirdik, men o'qirdim, unga tushuntirib berardim. Mana alifboni tugatganimizdan keyin biz alifboni tugatdik. Endi o'qiyapmiz deganimda osonroq joylaridan o'qitishni boshlatganlar o'g'limga. Ya'ni unga ham sinfida ko'rsatib berganlar. Bunaqa o'qolishini, sinfda o'qolishini. Keyin qiyinroqlarini o'qitish boshlaganlarida o'g'lim o'ziga ham, o'rtoqlariga ham isbotlab bergan o'qolishini. Mana shu moment, mana shu paytlar menda rosa esimda-da, chunki ko'zlarim yonib kelardi o'shanda. Men buni o'qidim, mashtaga o'qib berdim derdi-da. Bu uning uchun katta ish edi-da. Men o'g'lim uchun katta ish bo'lgan. Tengdoshlari uchun o'qidi, men ham o'qiyman. Meni o'g'limga bu katta ish bo'lgan. O'qituvchisi shunaqa xursand bo'lganlar. Voy, o'qiyapti. O'qib sразу joyida gapirib beryapti. Ya'ni bola o'qigan bilan uni tushunib olish kerak, mazmunini. Tushunayotgani ham bitta protsess ekan. Menga o'rgatganlar, mana defektologimiz o'qib turib sразу o'zi gapirib berib bilan qilish bilan bolam o'ziga ham atrofidagilarga ham isbotlab bera olgan, bunda jarayon borligini, qila olishini, u yana ham o'ziga bo'lgan ishonchini orttirgan. Va shu bilan birga o'qituvchi tomonidan ham unga bo'lgan savol javoblar ortgan. Ya'ni biz bilan baravar ishlaganlar desam to'g'ri bo'ladi. Hozir nimani o'rganyapti? Hozir qaysi periodda? Diktantmi? Xo'p, diktant ham yozdirayotganda etardilar-da. Ular o'qituvchilar o'tirmaydi-ku, yurib etishadi. Uni o'g'lim oldiga kelganda qaysidir ular bilardilar-da, qaysi harflarni teskarmacha ko'rishini. O'shani balandroq tovushda etarkanlar-da, ohanglarda unga osonroq bo'lsin deb o'tib ketaman yonidan deganlar-da. Diktantlari ham yaxshi 4-5 ga chiqqan kelgan. Mana shu joyini aytib o'tishim kerak. O'qituvchi bilan birga ishlasangiz zo'r. Ya'ni markazda mana defektolog bilan shug'ullanyapti, logaritmika bilan shug'ullanyapti. Maktabga borib, uni mustahkamlayapti-da bolam. Ya'ni o'qib bera olyapti, rag'batlanyapti, o'ziga bo'lgan ishonch oshyapti. Bolamning nevrozi ham kamaygan. Urishlari kamaygan, bolam ancha spokойно, ancha tinchlangan. Ya'ni nevrozni to'g'ri diagnostika qilib, qaysi muammoligini bilsak, shunda tez va oson chiqib ketamiz. Ha, shunaqa bo'lgan. Ya'ni nevrozda dorilarga murojaat qilishi shart emas. Agar to'g'ri tashxis qo'yilib, muhit, ota-onaning unga bo'lgan nima deydi, e'tibor to'g'ri bo'lsa, bolani chiroyli qilib olib chiqib ketish mumkin bundan tashqaridan dorilarni qo'shmasdan. Shu sentrga olib kelishga mana siz kuch topib olib keldingiz, bolajon bilan shug'ullandingiz. Shunga qarindosh urug'laringiz, tanish-bilishlaringiz qanaqa munosabat bildirdi? Avvalambor menga bu sentrni shu qaynona onjomlar aytganlar. Demak, ularga ham kimdir aytgan. Chunki biz bu narsa bilan hech qanaqasiga bizga tasli bo'lmaganda, oyijon olib kelganlar, mana shunaqa aytganlarda qatdan topdilar, hayron bo'lgan edim. Kelganimizda ko'rdim bolalarni anaqa shug'ullanishni boshladik, o'sha bola rezultat bo'lish boshladi. Maktabidan sekin-sekin o'qituvchilarning o'zligi bizga chiqishni boshlashdi. Ya'ni meni o'g'lim misol uchun D sinfida o'qisa, J sinfidagi sinf rahbari kelib,
Chunki baribir o'qituvchilar o'zaro gaplashishadi. Bolada sanda qanaqa bo'lyapti, sanda qanaqa o'quvchi bor, kim orqada qolyapti. Bu prosess, bular bir-biri bilan informatsiyani almashishayotganda bizning o'qituvchimiz aytganlar, "Voy, meni bolam o'qib ketdi. 1 yil birinchi sinfda o'qimagan bolam o'qib ketdi." Sizlar qanaqasiga deyishyapti-da. Qanaqasiga o'qib ketdim? Voy, o'qib ketdi, mana shu sentr bor ekan. Maktabimizga bir qadam ekan deganlar-da, to'g'risi. Keyin o'qituvchilar o'zligi menga chiqishgan, ota-onalar chiqishgan. Yaxshi nima deydi? Yaxshi taraflimi bizda natija bo'lgan. Va shu bilan aytishim kerak, qarindosh urug'larga kelsak, oyijon onajon bizga katta yon bosishgan. Ya'ni shu bolada hozir nevroz paytligini bilib, unga misol uchun baribir oilada do'da buvilarni o'rni katta, ular avtoritet, ular namuna. Do'damiz ham, buvimiz ham o'qimishli insonlar bo'lishgani uchun bunga juda ham e'tibor bilan qarashgan, haligacha qarashadi. Buvisi ham, do'dasi ham bugun o'qidingmi deb albatta so'rashadi. Qarindosh urug'larga kelsak, bir xil hayron bo'lganlar ham bo'lgan. Nima bolangiz unaqaga boryapti, 2-sinfga уже qila olmaydimi hali ham deyishganda, men to'g'risini aytaman, o'qolmaydi deb aytganman. O'qolmaydi deb aytgan. O'qolmaydi, lekin hozir shug'ullanyapti. Voy, boshqatdan alifbo o'rganasizlarmi deyishgan. O'rganamiz boshqatdan. Hammaga qiziq. Hammaga qiziq bo'lgan, lekin sekin-sekin shunaqa bo'lib chiqdiki, meni bolam o'qib ketdi, meni bolam yozyapti, diktantlarni ham yozyapti, o'qiyapti, yodlayapti she'rlar. Bu kitob o'qidi degan bu faqat o'qidi emas, u diktant yozish kerak, she'r yodlash kerak, bayon yozish kerak, tasavvuridagi narsalarni to'g'ri yozib berish kerak, yoza oladi. Matn, insho yozgin desa yozib beradi. Ya'ni o'zlashtira olmaslik bu kamchilik yoki aql zaiflik emas ekan. Bola o'zlashtira olmayaptimi? Turtki berib, unga yordam berib yuborsa, eplab ketadi. Va shuni aytib o'taman, Zumradxon opa, o'zim ham bog'cha yo'nalishida ishlaganim uchun bog'chadagi psixologlarga ham aytib o'tmoqchiman. Bolajonlarni to'g'ri mutaxassislarga yo'naltiringlar. Nimaga? Bu sizning mijozingiz emasmi? Bu sizni yo'nalishingizdagi bola emasmi? Ota-onasiga noto'g'ri ishonch berib qo'ymanglar. Hamma tuzatib beraman. Endi qilamiz, bunaqa qilamiz. Oldi qochishga gap kerak emas. Ya'ni vaqtini o'g'irlamang. Bu birovning farzandi. Bu birovni shu qaraydigan g'amxo'ri. Siz uni bolaligida vaqtini olasizmi? Bo'ldi. U vaqtni siz ham qaytarib bera olmaysiz. Boshqa ham qaytarib bera olmaydi. To'g'ri mutaxassisga yo'naltiring. Siz qila olmayapsizmi? Jo'nating. Defektologga yuboring, logopedga jo'nating, nevropatologga yuboring. Ya'ni bu siz tashxis qo'ya olmayapsizmi? Mutaxassisga jo'nating bolani. O'zim ham doim aytaman. Yo'q, bu bizning mijozimiz emas. Siz mutaxassisga borishingiz kerak. Men mana oldimga kelgan nechta ota-ona bo'lsa, aytaman, bu psixologga mijoz emas. Bolajonga defektolog kerak. Defektolog bolangizni korreksiya qiladi. Qatida orqada qolayotganini aytadilar, boradilar. Menga keyin ko'p savol berishadi. Nimaga unaqa bu qilish kerak? Muxlis Qadrovna nimaga? Menga Saodat Abdushukurovna, bizning logoped defektologimiz aytganlar. Farzandingizni boshidagi tasavvur qiling, velosipedist o'tiribdi. Velosipedni haydayapti, zo'rg'a haydayapti. Ana o'sha zo'rg'a haydayotgan velosiped bilan maktabga borsa, bo'lib tez haydab ketmaydi deganlar. Lekin uni atrofidagilar hammasi tez haydayotgan bo'ladi deganlar. Sizning birinchi vazifangiz mana shu miyasida o'tirgan velosipedist zo'r haydash kerak. Men har doim roditlarga shuni ota-onalarga aytaman. Bir topkurlar oson qilib aytganda, endi farzandingiz orqada qolyapti, aytmaysiz-ku, endi hammaga ham yoqmaydi. Oddiy til bilan tushuntirganda, yo'tdagi velosipedist tez haydash kerak. Bolaniki tez haydamayapti, orqada qolyapti, tushuna olmayapti, o'zlashtira olmayapti. Bu mening mijozim emas. Bu bilan defektolog, logoped mutaxassislar shug'ullanadi. Neyrolandga olib boringlar deyman. Chunki men sizlarga ishonaman, 100% bilaman, to'xtamaysizlar. Har yili o'qish, o'zingiz ustingizda o'qish, nafaqat o'zingiz, butun komandangizni o'qitishingizni bilaman. To'g'risi 5 ketaman. Hurmatim juda baland. O'shaning uchun cho'tka yuboraman. Chunki rezultatini olganman. Mevasini yeganmiz, yeyapmiz. Rahmat deymiz.
tanlovingiz uchun rahmat. Shunaqa. Chunki bu kichkina gap emasda, именно bolani vaqtini o'g'irlash kerak emas. Bolani taqdiri yotibdi. Befarq bo'lish kerak emas bunga. Afsuski, hozir befarqlik ko'p. Ya'ni pulni orqasidan yugurib, bolaga noto'g'ri tashxis qo'yib, ota-onani ham, o'sha bolajonning ham taqdirini xunuk deb ayta qoling, xunuk qanaqadir ishlar bo'lyapti-da, bu yaxshi emas. Bolajon, har bitta bolajon bitta talantda. Ya'ni onalar mutaxassislarni filtr qila olsin. Ha, albatta. Uning uchun boya aytgan gapim, ona o'z ustida ishlash kerak, onalar to'xtash kerak emas. U hayot faqat ovqat qilishdan, uy tozalashdan iborat emas. Avvalambor ayol insonni dunyoga keltiradi. Insonni boshqa hech kim keltirmaydi. Erkaklarimiz ham faqat ayollar dunyoga keltirib, demak, uni yarim mas'uliyati sizni bo'yningizda. Mas'uliyatingizni birovga qo'ymang deyman-da. Mana buni bog'chaga ham onalar kelishadi. Mana unaqada. Yo'q, tarbiyani ota-ona qiladi. Qolgan hamma insonlar unga korreksiya qilishga yordam beradi. Ya'ni o'sha tarbiya jarayonini go'zallashtiramiz. Shunaqa deyman. 5 ta mutaxassis bo'lib qolibsiz. Chiroyli chiqdi. To'g'risida, bu haqiqat. Bu 100% haqiqat. Men juda ham xohlayman. Har bitta bog'cha, maktabdagi tashkilotdagi mutaxassislar bolajonlarni sevib, ularning taqdiriga befarq bo'lmasligini xohlayman. Ya'ni birovni taqdiriga befarq bo'lmaydingizmi? Demak, siz ham taqdiringizga birov befarq bo'lmaydi. Demak, sizga ham mukofoti bor. Demak, sizga ham yordam kerak edi. O'sha sizga ham kimdir yaxshi yo'l ko'rsatadi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Shu men shior qilib olganman o'zimga. Chunki men to'g'risini aytaman, men asl maqsadim mana bolajonlar ma'lum bir yoshga yetadi, o'zi ota-ona bo'ladi, farzandli bo'lganda menga shu inson hayotimda yordam bergan, to'g'ri yo'l ko'rsatganlar. Men ham shu farzandimga bee'tibor bo'lishim kerak emas. Menga ishonishga men ham ishonaman. Menga e'tibor berishga men ham e'tiborli bo'laman deb aytaman. Shu men maqsadim-da. Chunki kimnidir taqdirida to'g'ri yo'l ko'rsata olgan, sababchi bo'lish bu juda ham katta narsa. Albatta. Bu juda ham katta narsa va o'zingizni bir yaxshi insonligingizga yana bitta motivatsiya, o'zingizdan o'zingiz maza qilasiz-da. Men to'g'risi maza qilaman. Menga ota-onalar xat yozishadi. Rahmat, kattakon, mana shu yerga bordik, Muxlis va Qadirini olib bordim. Biz boryapmiz, bolamda rezultat bo'lyapti deydi. Men xursand bo'laman. Biz xursand bo'lamiz. Nimagaki, Xudoga shukr, bolajon to'g'ri yo'lda, to'g'ri mutaxassislarning qo'lida rezultat bo'ladi. Ya'ni onalarni ichida bir-biriga to'g'ri maslahat berish ham juda ham katta mana natija, chunki qancha voqea bilishimiz va qancha to'g'ri bir-birimizga maslahat berib to'g'ri yo'naltirishimiz bitta bolajonni mukammal bo'lishiga, tengdoshlariga yetishiga yordam berar ekan. Yordam beradi. Uni taqdirida bolajon. Keyin yana bitta случай bo'lgan, esingizda bo'lsa, bir marta treningga kelganmiz, onalar o'tiribmiz hamma va shu yerda bitta ona turganlarda aytganlar. Men kecha bolalarimni o'yingohga olib bordim. O'yingohda boshqacha bolani ko'rib qolganlar. Esingizda bormi, yo'qmi? Murodboy onasini oldi, o'sha bolani onasini topib, oldiga borib, "Mani bolam xuddi sizni bolangizdagi tushunmagan, bilmagan, desa, voy qayerga murojaat qilishni bilmayotgandim" degan o'sha ona. Ya'ni o'zlar ko'ra olganlar-da, mana shu markazga kelib, biz o'sha bolalarni filtr qilishni boshlaymiz-da. Ya'ni nimadadir orqada qolayotgan bolajonni ko'ra bilganmiz. Onalar ham o'zi bir-biri bilan shunaqa bo'lib qolar ekanda. Sizlar markaz nomerini berganlar, esingizda bo'lsa. Ya'ni maslahat berganlar. Shu o'yingohdagi bolajonni onasini topib, yoniga borib, bolangizni shuni mana shu yerga olib borib ko'ring. O'sha yerda yaxshi mutaxassislar borsa, "Ha, tili kechikyapti" deydi. "Yo'q, tili kechikmayapti. Bu yerda boshqa narsaga men mutaxassis emasman" deydi, lekin o'sha yerga olib boring. 4 yosh bola gapirmayotgan bo'lgan. O'sha yerga olib boring, bolangiz gapirib ketadi. Menga ham gapirib ketdi deganda, men shu esimda qolgan. O'zi xursand bo'lganman. Onalar bir-biriga o'sha informatsiya yetkazib berdi-da. Ha, bera olyapti, aytyapti. O'zi mutaxassis bo'lmasa
ham yaxshi joyi tavsiya qila olishyapti-da. Baribir bu katta ish deb o'ylayman. Baribir bolada rezultatni ko'rib, baribir minnatdor bo'lasiz-da. Albatta. Minnatdor bo'lasiz ko'rib, anaqa. Ya'ni asosiy baribir bizdagi jarayon onalar orasida ekan. Trend degan so'z bor, travmali. Ha. Travmalarimiz yo'q. Xudoga shukr, yo'q. Bolalarimda ham yo'q, o'zimizda ham yo'q. Ya'ni bolamni ham travma olgan deb hisoblamayman. Chunki u narsasi yo'q, bolam o'ziga uverenniy, o'ziga ishonadi. Любопать ishlayotsa bo'ladi. Men bilaman, men qilaman. Mashqa, серьезный-da. Oldin masalan urushqoq bo'lgan bo'lsa, qo'llar chumchiydi, yuragim niqa bo'lsa, hozir unaqa emas, ertalab turamiz. 6da turadi. Masalan, hamma bola 7da turib, 8da maktabga borsa, biz 6da turamiz. Kiyimlarni kiyamiz, popkasi bir kun oldin tayyorlangan bo'ladi. Misol uchun yugurib yurishlar yo'q. Ya'ni bola mustaqil. Ha, zo'r. Hayotingiz shunaqa shirin bo'lsin. Bugun shunaqa vaqt ajratib kelib, bizaga shu jarayonda onalarimizga yordam sifatida shunaqa har doim ularni ruhlantirib turishimizga sababchi bo'lganingiz uchun minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat Zumrud. Sizlarga ham rahmat. Charchamanglar, to'xtamanglar. Omad. Juda ham minnatdorman shu markazga. Shu tanlaganimdan hech qachon afsuslamaganman, afsuslanmayman ham. Va barcha onalarga aytadigan gapim, e'tiborli bo'linglar. Nernet markaziga kelinglar. Rahmat. Yangi loyihalarimiz juda ko'p. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha.